Lekin hurmatli Teplodoktor profilimizni aziz obunachilari, uy va bino egalari, orqa fonimda turgan fasadi salkam 270 kvadratga yaqin imoratni termoizolyatsiya ishlarini bugun tugatdik. Umuman ish kuni 7-8 kunda biz krugovoy hamma imoratni fasadini 5 santimetrli izolyatsiya bilan izolyatsiya qilib berdik. Xudo xolisa mana ishimizni sifatini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men qisqacha qilingan ishlar bilan bir tanishtirib o'taman. Bizning ichki hovli tarafi mana ko'rib turganlaringdek, yaxshi chiqibdimi, qanaqa chiqibdi? Qani bir o'zinglar aytinglarchi. Izolyatsiya qilingan. Aslida mana zonalarda bu chagadan elementlar dekor dizaynlar qilingani hisobiga bu yerda biza izolyatsiya qilinmadi. Shuni hisobini ham keyinchalik olib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Uylarni proyektlarini, proyektировщик dizaynlarga chizdirayotganinglarda. Ochiq zonalar eminda mana izolyatsiya qilindi. Mana qismlar, o'rtalar 5 santimetrli edi. 50 millimetrli bazal bilan teplo izolyatsiya qilib berdik. Bu ertalab 1-2 soat oldin suv olgan. Ko'rib turganlaringdek, mana xuddi suv bilan ajrata olmaysizlar. Faqat urganni hisobida tovush qaytarish hisobiga mana bilinadi. Mana bu yerda oddiy semo, bu mana izolyatsiya bo'lgan devor fasadi. Bu yerda krugovoy общий qilingan, aytganimdek 270 kvadrat. Tareslar, ikkita tareslar ham izolyatsiya qilindi. Hozir mana endi uy ichini kiramiz. Oldi tarafda maslaga hozir mana fasadni ko'rsataman. Aslatgan materiallarimiz, mana ishlatgan materiallarimizni mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mana oldi fasadlari. Xudo xolasa uy egalariga issiq suvni, gaz va kommunal xarajatlarni kamroq to'lashlari aniq bo'ladi endi xudo xolasa. Yana ham qalinroq qilishni keyingi obyektlarda, imoratlarda hisobini olib ketishsa bo'ldi. Chagalarni sement chaga urilgan hisobiga bu yerda mana ko'rib turganlaringiz 5 santimetrli izolyatsiya tanlandi. Agar bu yerda sal qalinroq qilganlarida endi keyinchalik maslahatim dizayn chizdirayotganlarida aytganlarimdek shu izolyatsiyani ham hisobga olib ketsalar kam bo'lmaydilar. Dizaynerlardan ham shu narsalarni, proyektировщикlardan ham shu narsalarni hisobga olib ketishlarini iltimos qilib qolaman. Chunki yildan yilga gaz va elektr xarajatlarimiz oshadi. Tabiiyki bu hammasi bizning komfortimiz uchun xizmat qiladi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.